Akvarel san'ati qachon paydo bo'lgan? O'sha paytda fransuzlar kelishib akvarel san'ati bilan shug'ullanadigan odam bormi dedilar. Bu nozik va nafis yo'nalishda qaysi mashhur rassomlar ijod qilgan? O'zi aslida tarixda bu o'sha papiruslarga ishlangan. Rassom Ilhom Osmon akvarel san'atining sirlarini kimdan o'rgangan? Bugungi kunda ko'pchilik yengil texnikalar yoki raqamli san'atni tanlayotgan bir paytda nega Ilhom Osmon hali ham suv bo'yoq san'atiga sodiq? U akvarel san'atining kelajagini qanday tasavvur qiladi? Shu va boshqa qiziqarli savollarga javobni taniqli rassom Ilhom Osmon bilan suhbatimizda topasiz. Suhbatimizni o'tkazib yubormang. Tez kunda YouTube sahifamizda